Bir yigit uylanishdan oldin rosa maslahat qildi. Odamlardan so'rab 99 xil odamning maslahatini oldi. Qanaqa ayolga uylansam bo'ladi? Qanaqa to'y qilsam bo'ladi? Hech kimdan bir jo'yali gap chiqmagandan keyin o'zlariga o'zlari ahd qildilarki, ertalab tong otsa ko'chaga chiqamiz. Qaysi bir odam birinchi bo'lib ko'zimga ko'rinsa, o'sha odamning maslahatini olaman, shuni gapi gap. Nimasa o'sha maslahatga ko'nib uylanaman. Ertasi kun tong otgandan keyin ko'chaga chiqsalar, bir devona sifat jinni odam qamishdan ot yasab chuv-chuv deb yugurib yurganini ko'rdilar. Hayron bo'ldilarki, endi bu jinni bir devona odam bo'lsa, lekin men o'zimga o'zim ahd qildimki, kim menga birinchi uchrashsa, shu birinchi uchragan odamning gapi bilan men uylanaman deb Allohning oldida qasam ichganman. Endi nima bo'lsa ham bo'ldi, shu devona bo'lsa ham bunda bir hikmat ko'rib turibman. Huzuriga bordilar. Qoch otim teformasin degan gapni gapirgandan keyin to'xta birodar. Meni bir maslahatim bor. Men umr savdosi, hayotga, mustaqil hayotga qadam qo'ymoqchiman. 99 xil odamning gapini oldim. Hech qaysidan bir jo'yali gap topolmadim. Uylanmoqchiman. Qanaqa ayolga uylansam bo'ladi? Shunda haligi devona sifat odam ayollarning birodar toifasi ko'p. Birinchi toifa ayolga uylansang bu foydali. Ikkinchi toifasiga uylansang bu zararli. Uchinchi toifasiga uylanish noma'lum dedilar, u otlarda yana davom etdilar. Hayron bo'ldi, bu nima degani o'zi? Orqasidan yugurib borib, birodar to'xta. Tushuntirib gapirgin. O'zi nima deyapsan? Birinchi ayolga uylansang foydali deyapsan. Ikkinchi ayolga uylansang zararli deyapsan. Uchinchi ayolga uylanishni noma'lum deb ko'rding. Gapirgan gapingni tushuntirib gapirgin. Izoh berib gapirgin deganda haligi odam javob bergan ekan. Birinchi ayolga uylangin deganligim foydali deb maslahat berganim bokira qiz, hali turmush ko'rmagan. Ko'z ochib ko'rgan, bo'shanga kirganda seni ko'rib, seni bilgan. Qalbi senga moyil, vujudi senga moyil. Nima desang o'shanga ko'nib, birinchi nikoh kechasida seni bilgan, seni ko'rgan, boshqa bir turmush ko'rmagan bokira qiz seni foydang. Ya'ni bu hali turmush ko'rmagan. Ikkinchisi zararing deganligim, turmush ko'rib, eri o'lib, tul qolgan ayolga uylanish bu zararliging yo foydang. Zararli bo'ladigan holat, agar oldingi eridan yaxshi bir xulq egasi bo'lsang, seni turmushingga ko'nib ketadi. Agar oldingi yerdagi mulozamat qila olmasang, topish tutishmi, ro'zg'ormi, boshqa jihatda